Xush kelibsizlar. Bu kursda birinchi darsi boradi. Kirish qilib olamiz. Eng kerakli bilayotgan narsa bu Node.js va TypeScript dokumentatsiya. Dokumentatsiyani ko'rib chiqish shart, muhim. Bu yerda kerakli narsalar bor, o'zlaring tushunib bilib olasizlar. Node.js o'tkazib olgandan keyin tekshiriladi. Lekin aslida tushuntirib o'tsam, JavaScript va TypeScript degan tillarda JavaScript ko'pincha brauzер tushunadigan til. Oddiy va erkin, type yo'q bo'ladi. TypeScript esa boshqacha. JavaScript ustida qurilgan bo'ladi. Type bor uni. Mana TypeScript so'zini o'zida ham eshitib turibsizlar, type bor va xatoni oldindan ko'rsatadi. Xato ishlab turmaydi, xatoni oldindan ko'rsatadi va bu osonlik tug'diradi. Eng katta farqlari shu type bo'ladi. Xato tekshirishda, ya'ni katta projektlarda ko'pincha TypeScript ishlatiladi. Sizlarga hozir GitHub rasmlarini ko'rsatib o'taman. O'zi ekranda chiqadi. GitHubda ham ko'rsalaring juda ko'p TypeScript ishlatilgan bo'ladi va o'rganish qiyinroq TypeScriptni JavaScriptga qaraganda. Shuning uchun men TypeScript o'rgatmoqchi bo'ldim va bu birinchi darsimiz bo'lib, bu yerda kod ham yozamiz, typelarni ko'rib chiqamiz. Hammasi zo'r bo'ladi va oxirida homework ham beraman. Xudo xolasa, kursni yakuniga bilim olasizlar. Bu birinchi kod. Web Store ishlataman men. Tak, Web Store ishlatgandan keyin bu yerda osonroq bo'ladi. Sizlar xohlasalaring bemalol Visual Code Studio'da boshqa joylarda ishlatishlaring mumkin. Lekin eng qulayi Web Store. Web Store Community, Web Store Ultimate bor. Ultimate o'tkazganman men. Sizlar bemalol Community o'tkazishlaring mumkin. Bu eng yaxshi shu. Ultimate o'tkazganim sababi bu yerda osonroq. Mana kodlar yordam beradi. Sizlarga ham shu tavsiya qilaman. Kodlar yozish yordam beradi, lekin Community o'tkazsalaring bepul bemalol ishlataverasizlar. Demak boshladik. Avval typelarni ko'rib chiqamiz. String, number, boolean. Boolean true false, string bu text va number bu как integerga o'xshab son. Stringni ko'rib chiqayotgan bo'lsak, let username. Let bu variable yaratadi. Username bu nom beramiz. Keyin username bu yerda o'tib qolish shart emas, string. Bo'ldi, string. Biz string berdik. Buni yopib qo'ymaymiz, barobar qilamiz. Ism qo'yasizlar. Text yo'q. Ism emas, prosta hamma ism qo'ygani uchun men endi username qilganimga ism qo'ymoqchi bo'ldim. Любой bitta ism qo'yasizlar. Masalan, kod uzlab. Bo'ldi. Qo'yasizlar. Tayyor. Bu birinchi sizlarning typelaring, birinchi kod. Uni chiqarib qo'ysak bo'ldi endi. Chiqarildi, bo'ldi. Hozir run qilsak, kod uzlab so'z chiqadi. Juda oson. Boshida shunday bo'ladi. Buni endi kommentga olamiz. Kommentga olish polni olib, ctrl qilsak bo'ldi. Menda so'rovda turgan ekan. Ctrl so'rovda bossam shu narsa bo'ldi. Endi mana bu narsa bor. Mana shuni ctrl bilan qilsalaring. O'chib ketmadi, o'ylamanglar. Endi esa numberni ko'rib o'tamiz. Number вообще oson, chunki qisqacha bo'ladi va biz let age ishlatamiz. Age bu ana bu yosh. Let age number numberda chiqib ketibdi. Bu yerda любой son bersalar mumkin, lekin bunday qavs-qop bo'lmaydi. Shunday sonni o'zini yozib berasizlar. Masalan 10 deymiz. Pastga tushamizda console log age run qilamiz. Bu chiqmaydi chunki bu kommentda va biz yozgan kod hozirgi age bu chiqadi. Yaxshi, zo'r. Endi buni ham kommentga olib turamiz. Papasdan sal qiyinroqqa o'tamiz yoki osonroqmi, qiyinroqmi? Bu yerda ham qiziq juda. Let bu o'sha boolean. Let is admin. Men o'zimdan qilyapman, sizlar o'zgartirishlaring mumkin bemalol. Boolean true qilaylik. Console log admin.
va bu yerda true beradi, chunki biz true berdik, false qilsak false beradi. Hozir true ham qilamiz, false ham qilamiz. True chiqdi. Yapamiz. False chiqdi. Mana sizlarga boolean. Mana masalan, agar admin let agar admin is admin boolean true dedik. Agar bu admin bo'lsa boolean true chiqar. Admin true chiqardi. Agar admin bo'lsa false chiqar. Aha, mana. Oson qilib tushuntirishda shunday bo'ladi. Endi buni konsolga olib qo'yamiz просто. Va uje sal normalniroq o'tamiz qisqacharoqlarga va bu type inference ga o'tamiz. Bu type yozilmaydi yerda. TypeScript o'zi tushunadi va biz bu yerda city deganni ishlatib ko'ramiz. U bizga stringdek keladi. Let city barobar aytganimdek Tashkent bu text string demak. Mana o'zida ham kelyapti. String bu. Tashkent. Просто pastdan console log city. Va hozir biza Tashkent chiqib bo'ldi. Mana. Bu просто qisqartirdik. Mana bu birinchidagi kodni qisqartirdik. Yoki xohlagan narsamizni yozsak bo'lardi aslida. Kod uzlab, xohlagan narsa. Просто cityni tanladim. Tek xohlagan narsalarni tanlasalar bo'ladi. Buni ham comment qilamiz. Zo'r narsa. Va union type'ga keldik. U ikkita qiymat kirita olamiz. Ikki xil type. Xohlasalarning string va number. Va hozir qilib ko'ramiz. Let id olamizda va bu yerda string undefined beryapti. Lekin biz undefined qilmaymizda. Xato bo'ldi. Number qilamiz. Number qilamiz. 10. Va da ishlaydi bu, 100% ishlaydi. Bunaqa shart emas, o'ylamaylar bunaqa bo'ladi deb. Umuman bunaqa bo'lmaydi. Просто id. O'shalar просто id bo'ladi va bizda 10 chiqadi rostdan ham. String bo'lgan bo'lsa ham 10 chiqadi. Xohlasalar bu yerda endi aytaylik kod uzlab bo'lsa, kod uzlab chiqadi. Mana. Zo'r narsa lekin bundan ham osoni bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Bu any type bo'ladi. Istalgan type qo'yasizlar. String, boolean, number. Hozir number bilan mana shu stringni qo'yib o'tamiz. Qani ketdi. Data. Any barobar nima qo'yay? Bilmadim. Kod qo'yay. Ma? Endi console log data. Kod. Endi mana shuni qaranglar. Bitta просто raqam ham bersak, hozir bu yerda qilsak, bu yerda ham ketaveradi. Tak. Endi bu yerda zo'r tomonni aytib o'taman hozir. Let id string, men uni aytib o'taman zo'r tomonni. Olamiz. Bu yerda yana raqam qo'shsak bo'ladi. Shunaqa bo'lish kerak edi. Da string bilan number plus bo'lyapti-da bu yerda. Как bu plus qilib yuboryapti ikkalasini. Mana shu ikkalasini zo'r tomoni. Bu ham zo'r narsa. Любой narsani chiqaraveradi. Bu type-da. Tak. Bu type'lar edi. Full type edi. Mana shular hammasi. Endi nega type kerak desanglar, JavaScriptda bunga ruxsat bermaydi. Bug chiqadi keyin. 100%. TypeScriptda error beradi, seni xatodan saqlaydi.
Seni sizda uzr endi. Chiqaradi. Endi qaranglarda, number faqat raqam qutisi, string endi faqat tekst qutisi. Mana shular bilib olinglar. Mana boolean, number, string. Har birini bilib olinglar. Mm, Yana boshdan aytib o'taman. String bu text, number bu son, boolean bu true false, onion ikkita type, any hamma narsa. Э, Lekin yomonroq bo'ladi any'da. Yaxshisi o'zinikini ishlataveringlar va osonroq bo'ladi shunday qilib. Va sizlarga homework bu har bir type ga bittadan o'zlaring yozib kelasizlar. Ikkinchi videoga o'tishdan oldin bir o'zlaring hamma typega yozib ko'ringlar xohlaganlaringni. Stringga o'zlaring ismlaringni, yoshlaringni, yana bu yerda ham nimadir qilib ko'ringlar. Masalan, student qilib ko'ringlar. Turar joylaringni bemalol yoki bu yerda birlashtiringlar, o'z parollaringni qo'yinglar. Masalan, qanaqadir parol birlashtirib qo'yinglar. Bu yerda ham qilib ko'ringlar, lekin data eningni kam ishlatilinadi-yu, chunki oddiy shuni o'zini qilib qo'ygan yaxshi-yu, lekin eningni ham bilib olish kerak. Bir joyda kerak bo'lib qoladi. Va bu bizning birinchi darsimiz edi. Hammaga rahmat. Eslatib o'taman, hamma ssilkalar pastda bo'ladi. Telegram kanaliga ham va full mashhurlarga ham hammasi pastda bo'ladi. Hamma salomat bo'lsin. Kattakon rahmat.